Lenin maktabda Pozil tog'a degan odamimiz bo'lardi. Nikolayni ko'rgan, Leninni ko'rgan, Stalinni ko'rgan, Xrushchevni ko'rgan, Brejnevni ko'rgan, Andropovni ko'rgan, Chernenkani ko'rgan, Gorbachevni ko'rgan, Yelsinni ko'rgan. Xullas, bitta sistema paydo bo'lib, yo'q bo'lib ketdi. 100 yil yashagan odam. Ya'ni aqli pishgan odam, 100 yil yashagan. Oq poshshoni ham ko'rgan, Yelsinni ham ko'rgan. Men mana bu aqli pishganinglar Allohga muhabbatli bo'ladi degan narsani tushuntirish uchun aytyapman. Bir birodarimiz uyida ehsonda o'tirgan edik. O'sha oqsoqolni to'rga o'tkazib qo'ygan. 100 ga yetib qo'ygan oqsoqol. O'tirib benzindan gapirdi, o'tirgan eslaylar. Narx-navodan gapirdi, asfaltdan gapirdi, siyosatdan gapirdi. Xullas, dunyoni mashmashalardan gapirdi. Haligi opadada indamay o'tiribdi. 15 minutlar joylashgandan keyin men ham bitta gapirsam maylimi dedi. Hamma jim bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir suhbatida mana qanaqa degan ekan dedi. Odamlarni kompasini qiblaga to'g'rilab qo'ydi. Kerak emas moslar gapirayotgan gaplar. Allohning payg'ambarning so'zi bo'lmasa boshqa gap kerak emas deyapti. Aqli pishgan odam bu. Haligi esliklar bir pasda yana estafeta tayoqchasini olishib, "Ha, to'g'ri aytdingiz. Pozil tog'a, manaqa deb turib, yana 15 minutdan keyin yana g'arbga qarab qoldi kompasi. Yana ozgina o'tirib, yana boshqa gapini qaytardi. Yana bitta gapirsam maylimi? Xullas 3 marta suhbatda bo'ldi. Alloh va Rasuli tomonga burib qo'ydi mavzuni. Shunda men xulosa oldimki, "Ey, yosh bolalar, senlar gapirayotgan gap u kerak emas gaplar. Alloh va Rasulining gapi bo'lmasa gapirma" degan narsani aytayapti. Mana aqli pishgan odam. Sovet tuzumi paydo bo'lishidan yo'q bo'lishigacha 70 yil o'tgan bo'lsa, shuni ko'rgan odam, aqli pishgan odam nima deyapti? Shuning uchun payg'ambarimiz aytibdilar, kiminglarda aqlilar pishganroq bo'lsa, Allohga muhabbati qattiq